Assalomualaikum do'stlar, qandaysizlar? Jastarmi? Bugun ham ikkitasi so'rabdir. Jallovatdan ekan-ku. Kelib ko'rib ketasin dedi. Do'stlar, uyda uzunini, to'g'risini aytsangiz, klassika remontga, ili aboy remontga qancha material ketishini mashina turib ham aytaveram. Borib yo'l kirasi sarf qilib borgandan keyin. Do'stlar, keyin parov otoplenadan bizga qumshuvog'i bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Qolgan barini qilamiz. Bizdan keyin gulemderni solib, lyustralar rosib, polni uy to'y qilsanlar bo'laveradi. Bizdan keyin usta kirmaydi. Bu deganim yana qayta so'raytadi ko'pchilik. Bizdan keyin usta kirmaydi do'stlar. Remont qildiram desangiz. Klassika aboy. Lejbi menim savetim klassika remont qildirganlar bo'laveradi kraska bilan do'stlar. Keyin dizayn orqali debsizlar. Dizaynlar $11, $12 bo'ldi. O'sha $11, $12 materialga sarf qilg'ila do'stlar. Dizayn chizdirmasdan, chizib bergan dizaynni men o'zim ham chiqarib beraveram. O'shalar chizib beradigan dizaynni men o'zim chiqarib beraman sizlarga. Bekarga chiqarib berayim do'stlar. Dizaynga berib 2 varaq listi salkam $1000 sotib olmasdan. O'shalar chizib berganni men o'zim bekarga chiqarib beraman. O'shalarga sarf qilgan pullarni materialga choptag'ila do'stlar. Kanal o'ziga singari обязательно kommentariy yozish qiyin emas. Kommentariy yozib, like bosib ketginglar do'stlar. Sizlardan bizga podдержка bo'ladi. Men qo'limdan kelgancha sizlarga podдержка qildim. Mayli tinch bo'g'lar.